Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Men Karmon tuman hokimining birinchi o'rinbosari Zaynab Sherzod Imomovichman. Xabarlaringiz bor, 2024-yilning noyabr oyida davlatimiz rahbarining Navoiy viloyatiga tashriflari davomida Navoiy viloyatini 2025-yilda kambag'allikdan xoli hududga va ishsiz hududga aylantirish bo'yicha bir qator topshiriqlar berib o'tgandilar. Shu jumladan Karmon tumanida kambag'allikdan xoli hudud, ishsizlikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha bir qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Jumladan Karmon tumanida 24-yil tajribalardan kelib chiqib, Sayxanobod, Uychi, Zaribdor, G'ijduvon tajribasi asosida loyihalar qilinmoqda. Bu tajribalarni amalga oshirish uchun Karmon tumanidagi tadbirkorlarni Vodiy viloyatlariga, Samarqand viloyatlariga yuborib, tajriba almashish yo'lga qo'yilgan. 25-yilda 4 ta tajriba asosida 5000 ga yaqin yangi ish o'rinlari bo'ladi. Davlatimiz rahbarining 12-sonli qarorlariga asosan 2025-yilda 22 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda mana shu rejani bajarish uchun Karmon tumanidan o'tgan M37 magistral yo'l bo'yida tashkil etiladigan 20 dan ortiq xizmat ko'rsatish loyihalariga 1000 ga yaqin ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, yuqorida aytib o'tganim 24-yil noyabr oyida davlatimiz rahbari Navoiy viloyatiga tashriflari davomida Karmon tumanida kimyoviy klaster tashkil etish bo'yicha topshiriq bergandilar. Bu klasterni tashkil etish maqsadida 100 gektardan ziyod yer ajratildi. Loyihalar boshlangan. Mazkur loyiha ishga tushishi natijasida Karmon tumanida 10 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, Karmon tumanida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan doimiy sizlarga ma'lumot taqdim etib boriladi.